qasamyod etaman, kofirlarning jonlarini badanlarining qa'ridan sug'urib oluvchi farishtalar bilan, mo'minlarning jonlarini osonlik bilan chiqarib oladigan farishtalar bilan, osmondan suzib tushuvchi, o'z vazifalarini ado etishda o'zib yuruvchi, Alloh buyurgan barcha ish tadbirini tuzib turuvchi farishtalar bilanki, albatta qayta tirilib hisobot berursiz. U kunda larzaga keluvchi sur larzaga keladi. Ortidan keluvchi ikkinchi bor chalingan sur ovozi ergashur. U kunda dillar qo'rquvga tushuvchidir, ko'zlar esa dahshatdan qamashib qoluvchidir. Ular bu dunyoda derlar, haqiqatan ham biz o'lgach avvalgi holatimizga qaytariluvchimizmi? Chirik suyaklarga aylanib qolgan vaqtimizda-ya? Ular istig'zo bilan, unday bo'lsa, bu biz uchun rosa ziyon qiluvchi qaytish-ku, deydilar. Bas u qaytish faqat birgina sayhadir, surning ikkinchi marta chalinishidir. So'ngra ular birdan tirilib yer ostida bo'lib qolurlar.